Papillomani yo'qotsa bo'ladimi? Asosan bo'yinda va qo'ltiq ostida debdilar. O'zi papilloma nimadan ko'proq chiqadi bilasizlarmi? Eng asosiysi insulin rezistentlik holatida aynan mana shu bo'yin atrofida papilloma ko'payib ketadi va undan tashqari agar sizda insulin rezistentlik ketayotgan bo'lsa, bo'yningizni qancha yuvsangiz ham xuddi kirga o'xshab qoladi. Dog' bo'lib turadi-da, qanaqadir kirga o'xshab. Bo'yin, tirsak, tizza, barmoqlarni bo'g'inlari, mana bo'g'imchalari bor-ku, aynan mana shu zonalarda ham hattoki qorayishlar kuzatiladi. Undan tashqari sochlar to'kilib ketish holatlari kuzatiladi. Bu hammasi nimadan? Insulin rezistentlik ketayotganidan. Xo'sh, papillomani endi yo'qotsa bo'ladimi deydiganlar uchun, albatta papillomani bemalol yo'qotsa bo'ladi. Chunki sizda insulin rezistentlik holati ketyapti, insuliningiz oshgan, uni pasaytirishimiz kerak. Uni pasaytirish uchun sizga dori, darmon, ukol, operatsiyalar kerak emas. Uni pasaytirishning yo'li oddiy, shunchaki sog'lom ovqatlanish. Chunki siz haddan tashqari ko'p perikus qilganingiz, haddan tashqari ko'p sodda uglevod iste'mol qilganingiz, tanaga ko'p kaloriya berganligingiz sabab insulin oshadi. Boshqa sababda oshmaydi insulin. Faqat mana shu sabablar bilan oshadi insuliningiz. Bo'ldi, boshqa o'z-o'zidan oshib ketadigan gormon emas. Shunchaki bu sizni holatingizni bir belgisi. Hayotingiz, turmush tarzingizni belgisi deb bemalol ayta olaman. Qanaqa yashayapsiz? Agar sizda insulin zo'r bo'ladigan bo'lsa, demak siz zo'r yashayapsiz. Ya'ni o'sha aytmoqchi bo'lganim, ovqatlanish pitaniyalari juda o'z joyida ketyapti deb bemalol ayta olaman. Insulin sizda o'zgaryaptimi? Demak sizda tartibsizlik bor. Chunki tanada tartibsizlik bo'lmasa, insulin o'z-o'zidan oshmaydi. Ana endi bildik, papillomalar insulindan kelib chiqar ekan, demak insulinni tushirish uchun sog'lom turmush tarzi, sog'lom ovqatlanish, oziq-ovqat bilimlarini olishingizni tavsiya qilaman.